Rivera. Ali arzoni qasam. Salman oldi. Nari tomoni. Ichi berag'idan. Jo'rabek ko'rinchi bo'lsa? Mana qiziqasiz. mana shu qirg'iz urug', mana shundan ko'rin. Ajratib oldik biz ham. Aydan bir anjon, bir qirg'iz, bir yana. U boshqa ekan. Ha, katta. Ha, katta. Nargi joyda yaxshi ekan. Shayam vodiy bor ekan. Bugun xudo xolasa 12-aprel. Bir oy borda buni ko'rashimiz mumkin. Daryoda yaxshi. Bir oy. Mayda 10lariga aprel oxiri mayda 10lariga xudo xolasa. Bu yoqni ham ochingchi. Yomon mo tomon. Qani hozir bitta meva unda turibdi endi hisobda. O'sha Qirg'izistondan Cho'g'alaydan Palaydi qarang, palaydi. Vero degan urug'imiz. Ikkita, uchta. Endi bu tagida ham bor-da. Bu tagida ham bor. Ha, tagida. Birinchi qavatda bordingiz o'ylaysizmi pastda? Yer tagida. Yer tagida. Buni ko'p solmaydi. Yo 5 ta uch bo'ldi. 5 ta bo'ldi. U tomonda 3 ta. Bunaqa 7 8 ta rosa ko'p. Endi azmoqlab turibdi, sanalg'a yo'qda maydasi. O'sha 7-8 tani yetkazib qo'ysa o'zi Zo'r bo'ladi. Bu palaydi qarang, palaydi. endi Barakasi bersin. shuncha bobo dehqonlar kelib duo qilyapti, xudo xolasa. Inshaalloh. A'lo darajada. Maytayam bor ekan. Ha, bu ko'p ekan. Murodjon? Ha, bor ekan bu. Qo'shniki debasmi? Yo'q. O'sha bitta par. Qo'shnimi? Mana mahdan ketdi. Qo'shniniki ekan u. Undan ketibdi. Kecha meva teparada vaziyatda solganda ochilib mening ko'rading. Yo'q. Yaxshimi? Yaxshi. Necha adashmovchilik bo'ldi. Boshida o'sha chuqur agat olibsiz-da biz. Siz agar ertaroq olib qo'ydingiz-da, bu o'smasdan turib. Yo'q, ko'mishda o'zida. O'sha-da. Bu ekishda bor-ku. Ekishda o'zida Sayas ko'milgan. yo'q. Ko'p ko'marilgan. Ekishda o'zida. Boshida. Shu yaxshi emasmi? Turpoq yo'qolib qolar ekan. Keyingisiga chiqmaydi. Siz kelgan haligi suv qo'yib agar tovardingiz-ku. O'shani ham ertaroq Buni ashna deyapti. Yerdan chiqqandan keyin yana qumlar deyapti. o'shani 3-4 kunga qilib bersangiz, yana ham chuqurroq ko'masda ko'chat o'sib oladi-yu. 3-4 kun. Ular balib bizga urug' bergan o'sha Qirg'izistonlik dehqonlarimiz hozirki yerdan chiqishiga yaqin o'shanda hosil yana ko'payadi deyapti. Qancha erta ko'milsa, o'shancha erta tug'adi deb. Endi hozir agroverdi mana urug'larini katta sho'rdan sotdi keyin. Hozir 5 xil urug'ni berdi o'sha bosh. Ana vagoye bilan Kolomba, Revero 3 ta chiligi bo'lar ekan. Bir ko'ramiz qani hosildorligini qaysi. Ularda yana bitta Jo'rabek nima deysiz, bitta xatolik bo'lyapti hozir. Bizni sharoitga kech beryapti-da. O'sha urug'. Ertaga mononi holatiga. Yo, buni aytdim men. Hozir Agrovermi? Farhod aka bilan agroverdi boshlig'i bilan borib ko'rishib, video qila olmadim, rasm qildik. Gaplashdim. U aka aytdi menga savol berdi, vodiyni yerlariga sizlarda qaysilari yaxshi tushadi dedi. To'g'ri. Men sizga aytgan gapni gapirdim. Bizga dedim, hozir urug' beryapsizlar-ku. Asosiy dehqonlar ekib bo'ldi dedim hozirga. Asosiy dehqonlar ekib, asosiy dehqonlar o'ndirib, shu ekishga tayyor. Oldi ekishdi dedim. Shuning uchun nima agar dedim, vodiyga dedim kartoshka urug' yetkazib berib, o'sha yerda biz mana dillerlik qilishimizni xohlasangiz, o'sha yerda sotishni xohlasangiz vodiyga. Chilgi kartoshkalarni ertaroq yetkazib bering. Bizda dedim, erta ekib, erta kunda sotib oladi, dumbil holatda sotadi kerak bo'lsa. Keyin o'rniga bu narsa ekib yana pishirib oladi. Desam, Rivero bilan Vagoyani Kolombani qo'shdi. Olib kelishdi hozir. Agar qasam ko'rgan bo'lsak, o'g'lamiz yetib keldi, mana bu video qo'yishdi. Biz avgustda olyapmiz, urug'da. O'shanga Keyingi yil nimasini? ular unda kavlamaydi. Avgustda olib qo'yamiz. Ular Avgustda kavlamaydi. olib,
Oktabrda ko'laydi. Hali denniki konsertga Oktabrda qo'yib ko'yiladi. saqlab. Noyabrga yetib bersa ekan, Tushadi. Yo'q, kechroq bo'ladi. Jo'rabek shu oktyabrda ko'ylangan mana shu. Sentyabrda ko'ylangan. Mana. Tushyaptimi? Tushadi, tushadi. ha. Tushyapti. Agraverdik ham shunaqa. Shu Bo'stonto'g'ri yerlari cho'ng'alaydan ham cho'ng'alayga erta kunda sovuq tushib qolgani uchun sentyabrda ko'ylasa, ular oktyabrda ko'ylayapti. Tushadi agraverdik katta ishlarga. Urug' olishda shashilmay oladi. o'sha cho'ng'alaydigini aytdi. Sentyabrda dedi, kunligini kavlagan yig'ishtirib ketmasak muzlaydi deyapti-da kechasi. Qolsa, Ha, qolsa muzlaydi. Kunligin boricha kechsami boshdan Bizda avtobusda ularda sovuqroq. Aslida shu bo'lar ekan. Agraverdik paytda shashilib qolishadi. kunligini kunda. yaxshi hojagamdiki zo'r o'rnadi. Yaxshimi, palay zo'rmi? O'tda dahshat. Xudo xolasa nasib qilsa tani ham ko'ramiz bu. Xudo xolasa. Men 4 kun, 5 kun, bir haftada bir marta o'zim Jo'rabek har kuni 2 marta ko'radi. Hozir akamga bitta mashina shaqa qilaylik, bitta mashina baqa chaqiraylik. Sen yilchasiz ana qilib turingchi dedi. Bitta olib boraylik mana ko'rilyapti. Holat yaxshi bo'lsa, bizga endi o'sha chilgilar yaxshi-da. Yaxshi. Bu 40 tonna, 50 tonna emas, 20 tonna erta kunda narxi yaxshi. Keyingi ekinga ham yaxshi bo'ladi endi o'sha. Bizgilardan ham ancha kuchli. Agarda begilib bo'ldi hozir. Hojagam. Buni yana bitta joyi fermerlarimizga mana bug'doydan keyin ekasan deyapti-da. Ha. Hokimiyat deydi. Bug'doydan keyin ekib kartoshka ekib bizni vodiyda bu mana pastlik joylarga bo'lmayapti. Buni endi mana sizlarni usullaringiz norin usulida tayyorlab go'yna solib erta bahor salafallar yopib ekib bunaqa chilgi urug'lar bo'lsa aprelda oxiri mayda boshiga dumbur holatda sotib turib paxta eksa ham pishadi. Bug'doyni o'rniga ekdimiz, Ha. kartoshkani o'rniga paxta ekdigan holat. Yo'q, bo'ladi bizda. Ular ekardi shunaqa qilib. Bu ekishami? Ha, ekilgan. Vali bobo deb qolar ekan. Endi mana shuga ekan bosh bo'ldi. Yana bir ukamiz u bola kimada bilmayman, ko'pchilik bilan yozilgani uchun Telegram diskasiga ham qaraganim yo'q. Bir to'planaylik deyiladi, o'sha bolani niyati ketib qolgan ekan. Siz mana bosh bo'ldingiz, xudo xolasa Bizda endi hozir Namanganda haligi Gulbayramga qilaylik. Yaxshi bo'ladi. Unda ish ham ko'payib ketadi. Unda ham bunaqa bo'ladi deydi-da. Mana taqdir ekan, nasib ekan shu bugunga. Bilasizmi o'sha bolani yozgan bolani, birinchi yozgan bolani? Yo'q, men tanimayman, lekin yozishdim. Men ichkada ham yozishdim u kishi bilan. Kelamikin o'zi bu boshlab qo'ygan bola. Masmada haligi Abduzafar masmada cho'slay bola. Yo'q. Kim sen tanishmadimi? To'planaylik, ha, tashkillagan o'sha bola. Birinchi o'sha gapirgan o'sha bola. Endi Abduzafarda u o'zi yosh yigit juda haligi unaqa shinavanda bola ekan. Kelgan bo'lsin endi u bola ham. endi bu yerga yig'ilishimiz, Boraman bu yerda dedi. mana shu to'planishimiz asosan bizning maqsadimiz ko'zimiz bilan ko'rib tajriba almashish. Tajriba almash. Masalan, bu hozir mana ko'rdik bu kartoshkaga, hayron qolib turibmiz, chiroyli bo'lgan. Mana karam, juda chiroyli, ajoyib bo'lgan. Mana bu kisnuhlar, ha? Ko'zimiz bilan ko'rib, yana ayniqsa sizni yaxshi qilganingiz Murodjon hoji aka, dalani tepasida tashkillashtirganingiz. Chunki ko'zimiz ko'rib turibdi-da, yoki bo'lmasa bitta choyxonada yo bir yerda o'tirishib yaxshimizdan, tuzumimizdan deb ketish ham mumkin. Lekin mana shu yerda, mana tabiatda bunaqada uchrashgani, mana shunday ko'rishganimiz, tajriba almashganimiz bizga zo'r bo'ldi. Mana Mirsayt aka hozir mana aytyaptilar, kartoshkani juda ancha yildan beri ekaman deyaptilar. Juda ancha. Mana ko'ryaptilar, aybini aytyaptilar, o'zlariga bir tajriba qilib oladigan joyini olyaptilar. Hali men borganimdan keyin meni qulog'imga pichirlab aytadilar, "Falondaqa qilishingiz kerak, pistonchaqa qilishingiz kerak." Xudo xolasa, yaxshi. Bizni ham o'zi maqsadimiz bayda hech bunaqa emas, tajriba almashishda. Tajriba almashib, ko'rishib, tanishib, diydor g'animat.
Umr g'animat, diyor g'animat. Çünkü ilim ha dunyoviy, ha uxroviy ilm olib yo'lishi. Mana hozir aytib, mana bizdan kattalar aytishgandek, şu sohada ham katta ilm bor-da. Albatta ilm bor. Katta ilm bor, buxgalteriya bor. Ha, buni hisob kitob bor. Buni misol uchun qaysi kun ekiladi, qaysi kun boshqa qilinadi, qaysi kun o'qit solinadi. Bularni hammasini bilish kerak-da. Qanaqa ishlovlar Bilmasa hozir Murodjon hoji akam aytganlaridan keyin mana yerga bir 10 million, 20 million pulni tikib, bunaqa qilib turib, o'sha pulni ololmasligi ham mumkin. O'sha pulni 5 baravar, 10 baravar qilib ko'paytirib olish ham mumkin. Faqat buning uchun ilm. Chunki Xudoy taolo Qur'oni Karimda birinchi menga ibodat qil, yo namoz o'qi, boshqa nima? Birinchi sura, birinchi oyat. Estağfirullah, iqra. İqra bismi rabbikellezi xalaq. Hoy, o'qing Muhammad. Payg'ambar alayhisalom, "Ma ana biqor, men o'quvchi emasman, meni ilmim yo'q" desalar, Alloh nomi bilan boshlang. Ko'p ulamolarimiz, ko'p olimlarimiz aytishadiki, ilm ha dunyoviy bo'lsin, ha uxroviy bo'lsin, ilm bo'lish kerak. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar shuni ilmini, mukammal ilmini bilmasa qilolmaydi. Mana shu kartoshka qachon suv qo'yish kerak? Ha? Qachon buni ekish kerak? Qachon o'g'it solish kerak? Buni ham o'zini ilmini bilmasa bo'lmaydi-da. Qachon eksa bo'laveradi, qachon qo'ysa bo'laveradi. Bu bilan bo'lmaydi. Shuning uchun hozir mana bizdan kattalar aytishgandek, ilm hamma narsani bunda qasdi ilm bilib bo'lsa, qo'yin, lekin Xudo xolasa havas qildik, ko'rdik, tajriba almashyapmiz. Ajoyib. Biz ham borib Xudo shunaqa qilamiz mana. Bizni ham juda ko'p kamchiliklarimiz bor ekan. O'rganyapmiz. Menga ko'p narsani o'rgatyapsizlar, shikiliya lekin Jo'rabek Norin tajribasi kuchli chiqyapti. Men o'zim to'g'risi borib, ularga borib ko'rib, lekin bilan tanishib, ko'rishib, o'sha kartoshkadagi yangi solib ekanmiz deganda o'zi qiziqishim ortib, borib ko'zim bilan ko'rib, mana o'tgan yil havas qildik. Yaxshi niyat qilgan ekanman, bil mana o'sha narsani mana shu tagiga solmasak ham olmay ko'proq solib ekildi. Biz hali yetib bora olganimiz yo'q. Men o'tgan yil avvalgi eshitgandim. Hatto bular tarvuzni bunaqasiga ham go'ng solib ekishadi. Qovunga ham go'ng solib ekishadi ular. Bir katta dehqon aytgan ekan. Bir katta dehqon. O'sha otam zamonida kattalarimiz eshitganmiz. Agar insonlar kulmaganda edi, soqolimni chiroyli qilib o'stirish uchun go'ng bayda yurgan bo'lardim degan maqol bor. Shuning uchun haqiqiy nimasini olganda, ilmiy tomondan ham, boshqa tomondan ham olganda go'ngni sifati. Keyin go'ng deymiz-a. Go'ng oladigan odam borib uni molxonasiga kirib, molini turgan joyini ko'rish kerak. 8 ta tirraqsi yeri bu paxolma boshqatgan bo'lsa, ular go'ngini olmay. Atko'rmada filmda novoslar sotadigan bo'lsa, o'sha go'ngni olsangiz, yerga solsangiz, undan boshqa ip beradi. Lekin endi Paxol yegani bo'lmaydi. Kulmasin, men chiqarim yo'qmi? Kambag'al odamni go'ngini olsangiz, dehqonchilingiz kambag'al bo'ladi. Boyni go'ngini olsangiz, agar kim ishlatmasa, paxol bilan boshqa molni go'ngini soling. Misol keltiryapsiz-da, bu endi ko'rilgan. Men o'zim shunga tushganman. Albatta. Bir go'ngim bordi, Paxolni solib, hashakni yarmi hashak afkib solgan bilan. Mana shu Jo'rabek ukamiz uyda 10 ta mol boqadi. Uyda go'ngni ham sog'isi kelmaydi, o'sha buqani go'ngini olib keladi. bizni oldimizda
Ko'chat muammolarni Men hozir aytdim, kelaman. Qurqurgani shopirlar kelib turib aytadi, dehqonlar chaqirib yubordida, aziya nima dedi. Ko'r mana bizda mana shu oyning boshidan o'zi boshlandi pul pullaydi. Ha, shu oy boshidan. Ha, mana odamlar 1-2 apreldan o'zi ishni boshladi. Hozir juda massiviy juda bo'lyapti. Endi hozir sizlardan bilib turibmiz, Kleriya, Alba, Aziya va shu ko'chatlarni endi Belda hoji akam kelsalar bir gaplashib ko'raman, bir gektar, yarim gektarga bir ilojini qilib beradilarmikan deb. Xudo xolasa. Odam olib keldi. Hozir bahorda Hamma yerda bo'layotgan Odam yurgani 90. bahorda ancha odam ona ko'chat qilaman deb o'yladi. Ularga ham berdim. Dehqonlar ko'rsa maza qiladi. Hamma maza qiladi. qachon qarab do'stingiz ketishayapti. Sizni topib bo'lmayapti hech kundan beri. Uyga ko'p keldi. Qanchada bo'lyapsiz? Ketaveramiz.